Menga korxonangizni kulchini tashlab berasiz. Men har oyda oxirida hisobotlaringizni topshiraman va sizga ma'lumot beraman va pulini plastikimga tashlab qo'yaverasiz. Meni ishga olishingiz ham shart emas. Biz siz bilan dastlabki переговорimiz 2 bosqichda bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqichimizda siz korxonangiz to'g'risida to'liq ma'lumotlarni bizga taqdim qilasiz. Biz bu ma'lumotlarni o'rgangan holda biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ya'ni siz bizga hujjatlarni topshirasiz, ya'ni kulch bo'ladimi, korxonaga tegishli barcha hujjatlarni topshirish, qabul qilish dalolatnomasi asosida topshirasiz. Ikkinchi bosqichda esa yana davomli ravishda agar korxonangizni borib o'rganishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, ish jarayonini o'rganishga to'g'ri kelishi mumkin. Bunda biz borib ishingizni o'rganib, oxirida xulosani aytib, qaysi tartibda ishlashimiz kerakligini birga kelishib ishni boshlaymiz. Natijaga hech kim javob bera olmaydi. U natija masalan ertaga soliqdan tekshiruv vaqti o'zingiz bilmagan holda tekshiruv kelib qoladigan bo'lsa, biz hech narsaga javob bera olmaymiz. Biz отчет topshirganmiz, bo'ldi. U natijani bilmaymiz. Ertaga qanaqadir muammolar chiqadigan bo'lsa, masalan soliqqa borasiz, hal qilib yuborishingiz mumkin. Ertaga hech qanaqa narsaga ertaga falon pul soliqdan jarimani keladigan bo'lsa, men to'lamayman. Bu narsani, masalan, u narsani tasodifiy narsa. Men qayergadir ketib qolsam, hisobotlaringiz agar kechikib qoladigan bo'lsa, bir-ikki kechik bilan topshirib yuboriladi. O'sha narsa emas, u hal bo'ladigan narsa u. Siz bilan kelishilgan tartibda ish boshlaganimizdan so'ng, birinchi bosqichda eng asosiysi xarajatlaringizni kamaytirib, daromadlaringizni oshirishga xizmat qiladigan tavsiyalarni berib boramiz. Ikkinchi bosqichda esa tadbirkor sifatida buxgalteriyani umuman unutasiz. Ya'ni oy yakunida biz sizga hisobotlarni taqdim qilamiz va qonun hujjatlari bo'yicha tavsiyalarni berib boramiz. Uchinchi bosqichda esa davlat organlaridan keladigan tasodifiy shtraflar, har qanaqa masalan sanksiyalar bo'lishi mumkin. Qonun hujjatlarida belgilangan, masalan, biz tomonimizdan qilinmay qolib ketgan majburiyatlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir shtraflar keladigan bo'lsa, biz to'liqligicha qoplab beramiz. Buni shartnomada ham ko'rsatib qo'yamiz.